Spark avtomobilida toshli yo'lda yurganingizda yoki yamaga tushganingizda qandaydir rulda vibratsiya bormi yoki tiriqlagan ovoz beryaptimi? Men sizga uy sharoitida buni qanaqa qilib aniqlashni va qanaqa qilib to'g'rilashni o'rgatib qo'yaman. Undan oldin shu videoga bitta like bosib, albatta bu videoni sahranetga olib qo'ying. Bunaqa foydali ma'lumotlarni sizga doim berib boraman. Oddiy bitta 12 ключ bilan birinchi o'rinda rulni tagidagi kristavinani yechib olamiz. Bu qanday yechiladi? Videoni ko'rib tursiz, buni sizga o'rgatib qo'yaman. Shu bitta 12 bolti bo'ladi va pastda bitta 12 bolti bo'ladi. Aynan shu 12 boltlarni 12 ключ yordamida bo'shatib olinadi. Yechib olganimizdan keyin aynan shu kristavinani tekshiriladi. Ya'ni qanday tekshiriladi? Qo'l bilan o'ynatganingizda juda ham qattiq holatda chapga o'ngga bemalol o'ynasa, bunda kristavina yaxshi bo'ladi. Lekin pastki tomonini ham albatta tekshirish kerak. Pastini tekshirganingizda mana oddiy likkillab o'ynasa va qo'lda hech qanday kuchsiz bemalol yengil o'ynasa, bunda bilingki, kristavinada luft bo'ladi va kristavina ketgan bo'ladi. Agar siz kristavinani yechganingizda bu yaxshi holatda turgan bo'lsa, demak muammo rulni ichidagi salon o'qida bo'ladi. U muammoni keyingi videoda qanaqa qilib remont qilish haqida ma'lumot beraman. Siz bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun profilga obuna bo'lib, bizni kuzatib boring va shu videoni Spark bor o'rtoqlaringga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin.